Keyingi xatoyimiz bu sistema yo'qligi, ya'ni reja planlarsiz ish olib borish. Agarda sizda reja planingiz bo'lmasa, sizda natija yaxshi bo'lmaydi. Har doim reja asosida harakatlanib ish olib boradigan bo'lsangiz, albatta sizda zo'r natijalar bo'ladi. Keyin vaqtni to'g'ri taqsimlamaslik. Bu degani, uy bekasimisiz, davlat ishida ishlaysizmi, har doim vaqtingizni to'g'ri taqsimlashingiz kerak. Masalan, ish deb ro'zg'oringiz, bolalaringiz qolib ketishi kerak emas. Yoki bo'lmasam davlat ishida ishlaysiz yoki uyda o'tirgan holda o'zingizni ro'zg'oringizga vaqtingizni sarflab biznesingiz qolib ketishi kerak emas. Ya'ni vaqtni taqsimlab olishingiz kerak. Mana shu vaqtda ovqat pishiraman, mana shu vaqtda komanda bilan ishlayman, mana shu vaqtda mana bu ishlarni qilaman deb vaqtni to'g'ri taqsimlab olishimiz shart. Shunda sizda har tomonlama ham biznesingiz, ham davlat ishingiz, ham uy bekasi bo'lsangiz, uy ishlaringiz, oila a'zolaringizga hech qanaqangi sizni zararingiz tegmasdan hammasini mukammal ravishda birgalikda olib ketasiz. Hech kim masalan sizga mana bu ishing qolib ketibdi, mana bunaqa bo'libdi deb jalba ham qilmaydi. Albatta shuning uchun vaqtni to'g'ri taqsimlab olishimiz kerak. Doimiylik. Doimiylik yo'qligi. Masalan, taklif jarayoniga o'tish jarayonida taklif har kuni bo'lishi kerak. Onlayn ishlayapsizmi, offlayn ishlayapsizmi, kamida 100 ta reklama, ko'pida 200 ta reklama har doim taklif qilishingiz kerak. U inson ha deydimi, yo'q deydimi, rad javobini beradimi? Muhimi, siz har doim bir ishni takrorlashingiz kerak. Takrorlash jarayoni orqali sizda sekin-asta natija bo'lishni boshlaydi. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa indinga bo'lmasa keyingi safar albatta sizda o'xshaydi. Masalan, Telegramdan taklif qilish jarayonida ha deydigan insonni topolmayotgan bo'lsangiz, ijtimoiy boshqa tarmoqlarda TikTok, Instagram, YouTube'da o'zingizni shaxsiy ijtimoiy sahifalaringizni joylab, o'zingizni daniyalaringizni kiritib, videoroliklar, reklamalar joylab borishingiz kerak. Har xil ijtimoiy tarmoqdan sizga insonlar menga o'rgating deb chiqishni boshlaydi. Shuning uchun Allohim har doim biridan bo'lmasa boshqasidan beradi. Shuning uchun negativga tushmasdan, faqat oldinga harakatlanib, har kuni taklif jarayonidan to'xtamasdan stabil darajada, doimiy tarzda harakatni davom ettirishimiz kerak.